Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shu kirib chiqash qimmatroq narsaga ko'tarib. 1 minutda chiqaman, aka, iltimos. Ha, iltimos, aka. 10 ming meni keling, hech kunida. Yasin, okey. Kuttirib qo'ymadimmi? Rahmat, birodar, charchamang, ha. Chiqdim, o'rtoq. Qayerda turibsan? Bo'ldi, hop. Okey, sumka berib orasan? Bo'ldi, hozir o'taman. Sumkani berib orasan? Tushunmadim. Sumkangizni hozir beryapman. Kimga berasiz? O'zingizga beryapman. G'alatiroqmisiz? Okey, aytdim, sizga qimmat narsa bor dedim, ichida. Hozir beryapman. Tushunmadim, qanaqa terpilali? Ketmaydi, okey beryapman sumkangizni. Olib ketdingizmi? G'alatiroqmasmisiz? Qo'lingizga berdim, 1 minutda chiqaman dedim. Okey, 1 minut bo'lmadi hali. O'zingiz olib ketdingiz. Boring, topishing, ko'p gapirdingiz. Hozir berdingiz. Nimani beradi? G'alatiroqmisiz? Nima bo'lyapti? Hozir beryapman sumkangizni. O'zingni bo'l. Hozir beryapman sumkangizni olma. Hozir bo'lmasang. Aka, shuni kirib chiqib qarab turing. Okey. Nima uchun? Aka, unaqa ko'p kunduz o'g'irlik qilmaydi. Qarang, shu kameraga tushib qoldi o'g'irlik qilganingiz, aka. Mana bu yerda ham kamera bor. Qamatamiz endi, iloji yo'q, aka. Ichki ishlarni oldida javob berasiz, aka. Addoshi frankada. Albatta, Addoshi aka. Joningiz sog' bo'lsin. Qasabsan. Shunday bo'ladimi? Qasabsan, Husan qasabmiz, aka. Bo'ldi, aka. Addoshi jigar, joningiz sog' bo'lsin. Qadrdonlar, sizlar ham kayfiyatingiz ko'tarilgan bo'lsa, bitta yurakchani qizartirib qo'yasizlar. Addoshingizga sog' bo'ling. Rahmat. Mikrofon borida xolos, qimmat narsa yo'q edi. Okey, assalomu alaykum. Yordam berib o'ringlar. Ro'za tutdim, mazam qochib qoldi, okey. Men suv olib kelib turaman. Shunday yordam berib, okey. I said take the shot. Okey, meni o'ch kim so'bidi? Hadi nimaga o'ch so'bidingiz, okey? Yo faqat sizlar klientlarga ko'pgina so'b berasizlarmi? Ha, so'b bergan o'chingiz qarang, okey? Ya men o'zgina so'b beray bunga. Nima bo'libdi? So'b berayotgan o'chlarni qarang. Nimaga bunaqa mijoz ajratsizlar? Okey, odam emasmi bu? Nech pullik soldirdi? 5 ming. 5 ming? Ha, tuppa pulini yara so'b beribdi-da. Qanaqa o sindirish kerakmi? Ha? Asla qilish kerakmi, okey? Bo'ldi. Qadrdonlar, Namanganda hali bunaqasi bo'lmagan. Shashlik havuzda lazer o'shlarimizni porsasi 10 ming so'm, dizeli esa 15 ming so'mdan. Agarda siz dastavka qildirmoqchi bo'lsangiz, kilosini lazer 30 mingdan, dizeli esa 40 ming so'mdan bemalol tanovul qilib ketsangiz bo'ladi. Undan tashqari 5 xil shashliklarimiz Ramazon oyi munosabati bilan xalqimiz uchun 10 ming so'mdan nima deyapti? O'z rost gapirsan, yolg'on gapirsan. Real. Ushbu videoni barcha yaqinlarga yuborib tashlamiz. Mana singanlarga e'tibor beramiz. Hammani hurmatlasizlar. Barchani Shashlik House kutib qolamiz. Dastavka uchun opisaniyada nomerlar bor. Telefon qilib bemalol buyurtma bersani bo'ladi. Bu videoni barcha yaqinlarga yuborib, qaytgancha yurakchani qizartirib qo'yish esingizdan chiqmasin. Va 3 ta qozonda osh xalqimiz uchun kelaverasizlar.